Assalomu alaykum. Bugun o'zgaga kelganim birinchi kuni Kaliningrad safaridan, Yevropa safaridan qaytib, mana Fozil akamdan xabar olib qo'y deb do'koniga keldim. Fozil aka, tuzimisiz, yaxshimisiz? Bir yaxshi o'zganlarga tilaklaringizni aytib qo'ying, chiroyli qilib bir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va mag'firatuh. Assalomu alaykum musofirdagi birodarlar, hammanglarga o'zgandan alangali salomlar bo'lsin. Alloh o'zidan begona qilmasin, tinchlik, omonlik, xotirjamlikda bo'linglar. Kasbkorlaringlarga Alloh baraka bersin, baraka topinglar. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling aka. Sizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. O'zgandagi hozirgi mahalda eng eski aka nechinchi beri? 77-yildan beri. 77-yildan beri shu o'qishlarni bitirib kelib, shu mana shu radiotexnika bo'yicha o'qishlarni tamomlab kelgandan beri ishlayotgan burungi oldingi Sovet nimasini tuzumini odamlaridan, Sovet davlatining odamlaridan yaxshi akamiz bo'ladi. Bu haqida hali alohida bir video qilamiz, Fozil aka, xudo xolasa. Aytib berasiz, qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, nechinchi yili boshlangan. Mana bugun yaxshi akam tilaklarini eshitdinglar. Meni ham tilagim yana bir karra chetda yurgan, musofirda yurgan, butun grajdanstvo olgan bo'lsa ham musofirda yurib, asherda ishlayotganlarga sog'lik va salomatlik, omad tilayman yana bir karra. Fozil aka, rahmat sizga aka. Mana esdalik bo'lib qoldi, men buni o'zimning kanalimga qo'yaman. Tinch bo'ling, sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Rahmat.